Navbatda bang. Assalomu alaykum barcha Musinov kanali obunachilari. Akalar, sizlar bilan anchadan beri ko'rishmodik. Bugungi Beshbola kichik bozorimizga keldik, videoga oldik. Xudo xolasa montaj qilib joylaymiz. Akalar, sizlardan so'rab qoladigan narsamiz faqatgina bitta: like, поддержка. Подписка esdan chiqmasin akalar. Agar do'stlaringiz ulashib qo'yadigan bo'lsalaring, kanalimiz rivojiga katta bir hissalarini qo'shgan bo'lasizlar. Sizlardan minnatdor bo'lib qolgan bo'lamiz. Video yoqadi degan umiddaman. Hammalaringga omad. Akalar, mana videoyimizni Охотничий dedingiz-a buni? Охотничий русский spaniel. Ruskiy spaniel kuchuklarimizdan boshladik. Bular yoshi qanaqa? Yoshi 2 oylik, kelasi ham erkak. 2 oylik erkak. Bo'lish narxlari 500 ming so'm. 500 ming so'mdan bo'ladi deyishyapti. Bo'lish narxlari. Bular katta bo'ladi, to'g'rimi? Hali kichkina nimalardan, охотничиlardan bas kichkina o'qib ketadigan. Yo'q, bu shuna kichkina bo'ladi aka, chizza bo'yi bo'ladi xolos. Chizza bo'yi bo'ladigan охотничиlarimiz akalar mana 500 ming so'mdan deyishyapti. Mana aka, ajoyib biz olib chiqib qo'yganmiz. Mana o'zlarining xizmatini so'raganlarga chexoxa bilan chatishgan. Bunlari qayriladi. Chexoxa bilan chatishgan zimoni kuchugimiz deyapti. 2 oylik. Turishlari, quloqlari tikka turgan ekan mana. Qiz bola. Bu narxini qanaqa deyapsiz yo'zi? 200 ming so'mga berib boramiz. Keling, mana Dabirman parodali kuchuklarimiz ham chiqdi bozorga. Bitta dona bozorda qizimiz qoldi. Erkaklarimiz ham bor. 5 ta erkak bor ichida. 5 ta erkak bor, 5 ta erkak hozir turgani qiz. Narx qanaqa aytilyapti bular? Narxi $200 kami bor deb narx aytishyapti akalar. Toza mana turishlari ham juda chiroyli bo'lgan, toza qonli Dabirman parodali kuchuklarimiz. Kelar, mana yana diyor berdi, o'zidan chiroyli qilib baliqlarimiz ham ochibdi. Koyer ekan. Bularimizni nomi. Hali yaponskiy filmlarda turadigan baliqlardan ekan. Bemalol o'zlarini uylaringga qo'yib olib, miyani tinchlantirib ko'rib o'tiraverasizlar. Bular narxi qanaqa Diyorbek? Narxi aka, oqdan tashqari sariqlari 150 ming so'm, oqi 200 ming so'm. Agar kimdir uyda boqaman chiroyli hovuzda desa, buni bolalardan ham bor. 5 ming so'mdan olinadi. Kamida 100 ta olgan odamga bolalardan ham bor. 5 ming so'mdan. 5 ming so'mdan bolalari ham bor deyishyapti akalar. O'zlaring katta qilaman deydigan bo'lsalaring, bemalol aloqaga chiqib olsalaring bo'ladi. 100 tadan sotiladi deyishyapti. Kolичествоsi. Undan tashqari bitta yana baliqlarimiz bor. Bemalol qiziqadiganlar bo'lsa, shuni Telegram orqali aloqaga chiqib narxini bilib kelishib olsalaring bo'ladi. Serебристый shinshilla deyishyapti akalar. Mana qizchalaring olib beradigan bo'lsalaring, sizlarni yana ham ko'proq suyib ketadigan parodalaridan. Narxi buni arzon 500 ming so'm. 500 ming so'm, ha? Bunisini 500 ming so'm deyishyapti. Ulgurib qolinglar. Bir dona qolibdi. Mana o'sha bozorda. Mana manular bor. Ko'ravering. Mana bunisi serебристый, bunisi zolotoy shinshilla deyiladi. Zolotoy va serебристый shinshilla deyilar ekan akalar. Bularning nimasi? Ko'zlarini ham ko'rsalaring, katta juda chiroyli, qulog'i singan, qulog'i turgan variantlari mana. Bular narxi qanaqa Diyorbek? Bularniki aka, zolotoyniki $200, buniki $100. Oqi $100, zolotoy $200 deyishyapti ekan. Bu yosh qanaqa bularda hozir? Yoshi 2 oylikda o'tgan. 2 oylik, bemalol o'ziga o'rgatib chiroyli, toza olsa bo'laverar ekan demak. Mana bular quloqlari turgan holati. Akalar, mana toza qonli ko'paytirishga boqaman deganlarga ham bor aka. Qonlari har xil beramiz. Xohlagan parodalaringdan, xohlagan narxlaringni kelishtirib olsalaring bo'ladi. Mana ba'zi bular hashakimi Diyorbek? Ha, oddiylari, keyin ichida bitta qora quloq yotgan bor, shotlandskiy. Oddiylari va mana qulog'i yotgan shotlandskiy deyishyapti akalar. Qaysi? Taydagilar 150. Akalar, mana bozorga zuvani kuchuklarimiz chiqdi. Kimdagi qorovullikka so'rayotgan bo'lsa, bemalol olsalaring bo'ladi. Quloqqa turadigan. Quloqqa turadigan qorovullikka zuvani kuchuklarimiz. Bu yomon quloq. Olasalaring. Chexoxani sherigi deyishyapti.
Bular narxi qanaqa? 250. 250 ming so'mdan deyishyapti. Hammasi erkak. Bemalol qilib chiqib olsalar bo'ladi akalar. Hammalardan uzr so'ragan holda bu videoni chiqaryapmiz. Mana bozorimiz ahvoli. Odam yo'q, nima bo'lyapti? Dod shuq xabar. Borini yo'q qilib olib chiqishga harakat qilyapmiz akalar. Akalar mana qiziqadiganlar uchun bozorga toza labrador kuchularimizni bolalari ham chiqibdi. Bularda qaysi biri erkak, qaysi biri qiz? Qiz bola, unisi erkak. Qorasini erkak, bunisini urg'ochi deyishyapti akalar. U yosh qanaqa bo'ladi? 2 oydan yog'bog'da bo'lib qolyapti. 2 oylik bo'lishyapti deyishyapti. Narxini qanday aytyapsiz aka? $50. 50 dollardan narx aytilyapti ekan. Akalar, agar qiziqadiganlar bo'lsa, hozir nomerlarni qoldiramiz akamizni. Telegram orqali telefon qilib gaplashsalaring, ota-onasining videolari ham bor ekan. Bemalol ko'rib olsalaring bo'ladi, toza qonli deyishyapti. Nomer qoldiraveramizmi aka? Aytavering. 93lik 93lik 258 258 1110. 1110 raqamlariga telefon qilib bemalol akamiz bilan kelishib olsalaring bo'ladi. Mana labrador parodali kuchuklarimiz. Akalar, mana bozorimizga alabay parodali kuchugimiz chiqibdi. Erkak jichcha qarov bo'lmagani uchun, mana shunaqa bo'ynlarida arqonda qolib ketgani uchun yara bo'lib qolgan deyishyapti. Qizak bo'lsa, yaxshi qarov bo'lsa semirib, bundan ham katta bo'lib ketadi. Biz akamizdan ma'lumotlarni olib ko'ramiz. Bu yoshi qanaqa buni? Yoshi 4 yashar bo'ldi. 4 yashar deyishyapti akalar. Narx qanaqa aytilyapti bunga? $100. 100 dollar narx aytishyapti ekan. Turishlari juda chiroyli bo'lgan. Mana alabay parodali kuchugimiz o'zgina qarovga muhtoj. Akalar, Parranma bozor avjida mana. Bitta bozordan reklama qiziqtirayotgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Reklamalarni chiroyli qilib olib joylab beramiz.